Assalomu alaykum qadrdonlar. Yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? O'tgan safar do'stini nima qilyapsan deb tashirdim, videoga oldim, hazillashib. Shunday yana turiblar, gapirmasdan qovog'im savol. Aql svarkani quyib ketdi-yu, orqasidan shilay tozalash bizga qoldi-da. Svarchilar bilan o'ynashib bo'lmaydi ekan. Bu uzun tabletka qilib baland o'tirib olib, elektrovodni bir-biriga ulab, bu pastdagi joylarda svarka qilib qo'ygan-u. Bizga o'xshaganlar balgargani yog'och baylab olsak ham u yerda tozalashganini o'tirib bas yotib olib ishlaymiz ekanda. Svarchi bilan o'ynashmaydi. Anaqa stroykada ishlayotganlar. Ular mana qilib ishlaydi, qog'izib ketadi, orqasidan tozalab yuraverasizlar keyin. Ko'hragilarni armaturaga berib. Svarchilar bir-birini rasa paddeshga ham qilar ekanda. O'tirib olib, svarka ham qilar ekan. O, qancha chuqur yerda bo'lsa. Shu baland yerga o'tirib olib, 8 ta elektrodni bir-biriga ulab olib, svarka qilib qo'yar ekan, cho'tki qilib. Svarchi bilan o'ynashmay qo'rasizlar. Biladigan joyimiz ko'p hali. Agar o'ynashib qo'ygan bo'lsalar ham bittadan haligacha energetika berib, ko'lini olib qo'ylardi. Bo'lmasa mana qilib ko'hragilarni armaturaga berib, tagidan qilib ishilib yuraverasizlar. Menga o'xshab. Bu svarchilar o'ta drujniy bo'ladi-da, bir 10-15 ta 20 ta bo'lsa ham bir-biriga haliga drujba bo'ladi. Bitta yerda 6 kishi, 7 kishi ishlaydigan bo'lsa, g'ashga tegib qo'ygan bo'lsangiz tamom. Shu brigadirga aytadi, aka falonchini bering deydi. Oltov sizga gapirmaydi, urmaydi, so'ymaydi-da. Shu jigaringiz ezilganini o'zi bilmay qolasiz. Endi ko'tingizni qo'yganingiz elektrodni uzating deydi bittasi. Endi o'tiraman desangiz, "O, armaturani kesib bering" deydi. Armaturani kesib olib borsiz, teshik ekan deydi. Endi to'g'rilab olib borsiz, bittasi aytadi, "Aka, mana ushlab turing" deydi. Ushlab turib, "Yerdan aqsiz qarab turing" deydi. Qaraganingizda svarkani urib yuboradi. Ko'zingiz oqib ketib yuraveradi aka. U svarchi bilan o'ynashmaydi. Shu ertamanda agarda svarchilarga yoqib aka-uka bo'lib qoladigan bo'lsangiz, qo'lingizga ilingan temirdan bering, ular o'sha yerda temir yasashveradi, yo chivellar, ugonlik, xohlagan narsasini yasashveradi. Yoqmaydigan bo'lsangiz, aka jigaringiz ezveradi, svarchi bilan o'ynashmaydi akalar. Endi men aytdim-da endi. Shu 6 kishi bitta odamni so'radimi, tamom degan, o'ldi degan. Asha u bola bir oy ishga chiqolmaydigan qilishadi-da, bu 6 ta svarchi bitta bo'lib qolsa. Svarchi bilan o'ynashmaylar. Svarchilardan monolar ham qo'yadi, oq kaskalar ham. Oq kaskalar ham qo'yadi svarchilardan. Ular planetani bo'ysundirib olgan bo'ladi-da. Agarda bu svarchilarda ko'ngliga yo'l topib chiqish qoladigan bo'lsalar, umrlarni shu stolda o'tkazib, shu bir chekada o'tirib, rasmga shu narsani uqlab kun o'tkazsalar ham bo'lardi-da. Ularga hech qilib kerak emas-da. Armatura kesish kerak bo'lsa, shu svarka apparati ishlab tursa bo'ldi. Svarka apparatidan o'zida elib yuboradi. Elektrod oyoq kiyimni oralaridan chiqib keladi bir. Orqalardagi, jumoyindagi kameraga o'q otadi, ashnaqa olib qalarga baylab oladi bilmaysiz elektrodni. Ularni ko'ngliga yo'l topib oladigan bo'lsangiz, ishingiz besh. Siz uyda yotib ham pul topib ko'rasiz-da. Ishga kelmasangiz ham kuningizni yopib yuboradi. Agar ular bilan o'chakishadigan bo'lsangiz, shu aytgan gapim mashida endi. Svarchilar nomer 1. Svarchilar gapi yo'q, sog' bo'lsin. Va ish so'rab zeriktirtasizda, aka nima qilay, nima kesib beriyor? Ikki kerak emas, o'tirib tur, hozir aytaman dedi. Armatura kesish kerak bo'lsa, qadamdir bitta armaturani topib simni ushlab oladi, armatura qilib yasaveradi-da. Bu svarchilarni ko'ngilni olib qo'ysangiz juda zo'r. Agar aka elektrod olib beraymi desa, yo'q, kerak emas dedi, shimni ichidan chiqib keladi bir pachka elektrod. Aka elektrod olib beraymi desa, yo'q, kerak emas dedi, batinkaning ichida 2 pachka elektrod bo'ladi. Bu 2 pachka elektrod bilan qanaqa qilib yurgan bilmaysiz. Bir pachkasi 5 kilo bo'ladi u elektrodni jadvalda ham.